har birimiz uchun qadrdon maskanlar bo'ladiki, uni faxr bilan, g'urur ila tilga olamiz. Bir kasb-u korning yo'lini tutib, bir joyda, bir sohada faoliyat olib borganlar uchun ish joyi ana shu tuyg'uni uyg'otadi. Bugungi suhbatdoshimiz bilan suhbatimiz aynan ana shu mavzu bilan boshlandi. 1968-yildan faoliyatimni boshlaganman. Shundan beri mana shu bino bilan meni faoliyatim bog'liq. 50 yildan oshibdi-da. 57 yil bo'ldi hozir. Qarang. Avval pedagogika instituti bo'lgan, universitet bo'ldi. O'zbek tili adabiyoti universitetiga o'tishim mening hayotimni tubdan o'zgartirdi. Men faoliyatimni yig'ishtirib qo'yadigan yaqin bo'lgan paytda men bu yerga o'tdimda qaytadan hayot boshlandi men uchun. Faoliyatingizda yangilik bo'ldi-da. Faoliyatda yangilanish bo'ldi. Men ijodni qayta boshladim. Qayta boshlash. Buning uchun iroda, matonat kerak. Yosh nuqtai nazaridan kuch-quvvat talab etilishi sabab orqaga chekinishlar ham bo'lishi mumkin. Lekin imkoniyatlar eshigi lang ochilib, marhamat, kirib ishni davom ettiring deya bong urayotgan bo'lsa-chi, unda bilim, tajriba hammasining o'rnini bosib, yutuqlar sari yetaklayveradiki, 50 yilda qo'lga kiritilmagan yutuqlar 5-6 yilda amalga oshayotganiga o'zingiz ham goh ishonib, goh hayratlanaverasiz. E'tibor, rag'bat, kuch-g'ayrat ulashuvchi kuchga ega ekanini tushunib yetasiz. Samixon Ashirboyevda ham shunday bo'ldi. Har kuni pandemiyagacha 7-8 kilometr yurardim. Bu yerdagi harakatlarimdan boshqa hozir har kuni 4-5 kilometr piyoda yuraman. Yurmasam uyqum kelmaydi. Ishlamasam uyqum kelmaydi. Ijod qilmasam uyqum kelmaydi. Men bularga uyqum kelmadi, kechasi uxla olmadim desam, domla demak ijod qilmabsiz-da deydigan hazillar ham bo'ladi. Bir ulug' zotdan yoshroq bir yigit qanday kasbni egallash haqida maslahat so'raganda, ulug' zot shunday javob bergan ekanlar. O'sha kasbingdan insonlarga, odamlarga ko'proq manfaat yetsin. Ikkinchi, kunning xohlagan soatida, 24 soatni xohlagan soatida o'sha kasb bilan shug'ullanishi mumkin bo'lsin. Uchinchisi, agar vaqti kelib shu kasbing evaziga sen hech narsa olmasligingga to'g'ri kelsa, shunga sidqidildan rozi bo'lishing kerak. Zamonaviy aytganda, maoshsiz ishlashingga to'g'ri kelsa, bunga ko'nishing kerak dedilar. Ustoz Samixon Ashirboyevda shu yuqoridagi hikmatda aytilgan xislat ham mavjud. Men bunga guvoh bo'lganman. Juda ham og'ir paytlarda, hattoki o'sha o'qituvchilik kasbi latifalarning mavzusiga aylangan paytlarda ham ustoz va ustozga o'xshaganlar bu kasbga fidoyi bo'ldilar, qoldilar. Biz yaqinda ustoz tug'ilib o'sgan o'sha Turkistondagi qishloqqa borishga muyassar bo'ldik. Ustozning qarindosh urug'lari bilan uchrashuvi bizga juda bir ibrat maktabi bo'ldi. 70 dan oshgan singillari bilan ko'rishayotgan paytda shunaqa bir samimiy bir sog'inchni biz guvohi bo'ldik. Yaqinlari kelib ustozga o'sha dil isrorlarini aytishdi, mehmon qilishdi va o'sha yerda ham biz adabiyot haqida, ma'naviyat haqida, hayotning mazmuni haqida ustozning chiroyli pand nasihatlaridan bahramand bo'ldik. Jismoniy mehnat og'irmikan yoki ilmiy faoliyat qiyinmi? Ilmiy faoliyat qiyin. Ilmiy faoliyat qiyin. Chunki bu bitta faktni topish uchun nechta kitob qidirish kerak. Bu topilmasa asab o'ynaydi. Topilgandan keyin uni darrov aks ettirish kerak. 7 marta terga bosamiz kamida. Igna bilan quduq qazish degan, igna bilan quduq qazish degan so'z bitta maqolani o'zi uchun. Chunki u bir maqolani shunday yozib qo'ya qolish mumkin. Lekin u qayerda kimdir nima deb qo'ygan bo'lsa, siz uni
Yana takrorlab qo'ysangiz nima bo'ladi? Bakalavrda o'qib yurgan paytlarim Samarqand davlat universitetida o'qiganman. Ana shu paytda ustozni O'zbek dialektologiyasi kitobi qo'limga tushib qolgan. G'oyibona mehrim tushgan. Ustozni tanimayman, ko'rmaganman va qachondir Toshkentga borsam yoki ilm yuzasidan yoki shunchaki safar yuzasidan borsam, ustozni bir ko'rmasdan qaytmayman deganman. Niyatim xolis ekan. Yillar o'tib magistraturaga aynan ustoz ishlayotgan mana shu institutga kirdim va ustoz bizga dars o'tdilar va keyinchalik mana doktoranturada ustozni shogirdi bo'lish nasib etdi. Ustoz ilm bilan birgalikda insonga shunday chiroyli tarbiya beradi. Ustoz sabrlilikni ham bizga o'rgatadi. Ya'ni ilm sabrlilikni yaxshi ko'radi deydi-ku. Ayol kishi bo'lganimizga ko'proq oilaga e'tibor berib qo'yganimizda ilm sal sustlashib qolgan paytida bizga dakki berib qo'yadi-da. Mehr bilan shunaqa chiroyli tushuntirib qo'yadi hamma narsani. Qoyil qolmay iloji yo'q-da. Bekorga olim, olam, odam so'zlari bir-biriga monand eshitilmaydi. Bekorga olimlik, odamiylik, insoniylik, ilmsevarlik so'zlarini ketma-ket aytganda yarashiqli tuyulmaydi. Haqiqiy olim odamning hayoti, faoliyati, yashash tarzi har bir qadamida olimona qarash falsafasi ko'zga tashlanadi. Bu yog'ini ham eshitishdan erinmasangiz, fikrimizga siz ham qo'shilasiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrda qilgan ma'ruzon nomi milliy o'zligimiz va mustaqil millatchiligimiz timsoli deb nomlanadi. Ana shu yerda juda biz uchun muhim bo'lgan bir fikr aytilgan. Ya'ni o'zbek tilining shevalari, tarixiy taraqqiyoti, uni istiqboli bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar samarasini oshirish degan fikr bilan bog'liq bir qancha fikrlar aytilgan. Bu degan so'z bizni hayotimizga yangi bir yo'nalishni ochib berdi. Sheva har bir xalqning onasini suti bilan birga kiradigan juda ham katta bir ijtimoiy hodisa. Chaqaloqni ba'zilar o'ylaydi, onasi emizayotganda eshitmaydi, bilmaydi. Yo'q, u chaqaloq tug'ilishidan keyinoq eshitish qobiliyatiga ega bo'ladi. Azon aytilgandan keyin uni qulog'i ochiladi, eshitadi, lekin nutq hali rivojlanmagan bo'ladi. Agar onaning gapi, shu atrofdagilarning gapi bo'lmasa, uning nutqi ochilmaydi, jamiyatga kirmaydi. U jamiyatga qaysi til bilan kiradi? Shevasi bilan kiradi. Hattoki sizlarning televideniyalaringga ham borsak, shevangda gapirma, shevangdagi so'zlarni ishlatma degan talablar bo'lar edi. Yaxshi, hozir bunaqa talablar qo'ymayapsizlar. Buni ijobiy deb qarash kerak. Ana bu prezidentimizning gapidan keyin o'zbek shevalarini o'rganishga bo'lgan munosabat o'zgardi. Yozma nutqida adabiy til me'yorlariga amal qilishni o'rgating, lekin shevaga bosim o'tkazmang, ularni tanqid qilmang. Chunki shevani saqlash, ona tilini saqlash bilan barobar narsa. Demak, aytishingizdan shevani ko'pligi ham o'sha tilli boyligini mevasi ekanda. Juda ham to'g'ri. Hech bir turkiy til yo'qki, o'zbek tilida ko'p shevali bo'lsin. Bu bizning katta boyligimiz haqiqatan ham. Hatto chet elda o'zbek tilini o'rganib kelib, aholimiz orasiga kirsa, chet elliklar o'zbek tilini bilmaydigan bo'lib qoladi. Sababi ular adabiy tilni o'rganib keladi. Xalqimiz bilan gaplashib olmaydi. Sheva boy bo'lsa, adabiy til boy bo'ladi. Bizning universitetimizda folklor va dialektologiya degan yo'nalish magistratura mutaxassisligi ochilgan. Hech qachon bu ish bo'lgan emas. O'zbekistonda bu yagona tashabbus. Buni ham aytish kerakki, Respublika prezidentimizning bu odilona aytgan fikridan keyin mana shu narsalarni rivojlantirish bizning zimmamizga tushgan ekan, shuni qilyapmiz. Yaxshi tashabbusni qo'llab-quvvatlab, ko'pgina ijobiy ishlarga bosh-qosh bo'layotgan suhbatdoshimiz professor Samxon Ashirboyev Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti folklorshunoslik va dialektologiya kafedrasi mudiri. Aslida dialektologiya, ya'ni shevashunoslik har kim ham sabr bilan ishlay olishi qiyin bo'lgan soha bo'lsa-da, Samxon Ashirboyev bu sohani mehr bilan o'rgandi. Natijada u o'zbek shevashunosligi maktabini yaratdi. Kafedrada ilmiy laboratoriyani bunyod etdi.
Kimki shevasini unutsa, u o'zini unutgan bo'ladi. Kimki o'zining tilini, o'zbek tilini sevmasa, u insonligini yo'qotgan bo'ladi. Domlaning nomzodlik dissertatsiyalari o'zbek tili grammatik qurilishi tarixidan deb nomlanadi. Aynan o'zbek adabiy til tarixida eng murakkab davr 1905-17 yillar davridagi davr adabiy tilining grammatik qurilishi bo'yicha tadqiqot olib borganlar. Endi hammamiz bilamiz, bu davrdagi manbalarning aksariyati ham o'sha davrda ustoz himoya qilgan paytlarida ochiq emas edi. O'zlari izlanib, o'sha davrda chiqargan matbuot nashrlari bormi, ilmiy nashrlarni topib tadqiqot olib borganlar. Bu tadqiqotlari hozirda ham muhim manba hisoblanadi. Navoiy asarlaridagi sodda gaplarning tarkibiy qismlari va ma'no xususiyatlari mavzusida doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilganlar. Aksariyat tilshunoslarimiz til tarixiga qo'l urishmaydi. Sababiki bu katta zahmatni talab qiladi. Universitetimiz rektori tomonidan domlaga yana bir mas'uliyatli vazifa yuklandiki, o'zbek shevashunosligi markaziga rahbarlik qilish, hududlardagi lahja va shevalar unsurlarini to'plash, lug'at holiga keltirish va dialektologiya darsliklariga kiritish masalalarida o'zlarining samarali faoliyatlarini olib boryapti. Oliy ta'lim uchun bu darslikning o'xshashi yo'q. Areal lingvistika degan darslikning mualliflari bu juda katta zahmat chekkanlar domla bu darslikni yaratish uchun 20-30 yillik faoliyatlarining mahsuli. Hozirda bu darslik oliy ta'lim muassasalarida yagona darslik sifatida ta'lim jarayonida xizmat qilib kelmoqda. Areal degani area, hudud, maydon, territoriya degani, lingvistika degani, tilshunoslik degani. Hozir endi yangi yo'nalish paydo bo'ldi. Va yo'nalishning nomi areal lingvistika deyiladi. Shevalarni endi yolg'iz o'zini olib o'rganilmaydi. Atrof nima? Atrofda shu shevaning mavqei qanaqa, unga qanday ta'sir qilyapti? Bu sheva boshqa til va shevalarga qanday ta'sir qilyapti? Shu jihatdan o'rganish lozim bo'lib qoldi. Samarqand Shirvayev domlaning o'zbek dialektologiyasi darsligi o'sha an'anaviy dialektologik tadqiqotlarni o'zida aks ettirish bilan birgalikda hozirgi dunyo tajribasidagi yangi bilimlar bilan boyitilganligi bilan oldingi darsliklardan tubdan farq qiladi. Yangi qarashlar, yangi nazariyalar, yangi fikrlar kiritilgan. O'zbek dialektologiyasi darsligi, mana shu darslik nafaqat O'zbekistonda, balkim O'zbekistondan tashqari Turkiya Respublikasida ham o'sha darslik sifatida o'tilmoqda. Ustozimiz tadqiqotlari ham nafaqat O'zbekistonda, balkim xorijda ham o'zini salmog'iga ega. Sababi Amerika shtatlaridan yoki xorijiy davlatlardan, Yevropa davlatlaridan, jurnallardan takliflar kelib tushib turadi ustozimizga. O'sha bizga maqola bering, Alisher Navoiy asarlari sintaksisi bo'yicha degan mazmunda. Filologiya fanlari doktori professor Samxon Ashirboyev 23 ta xalqaro va respublika konferensiyalarida o'z ma'ruzalari bilan qatnashgan. Doktorlik darajasini beruvchi ixtisoslashgan ilmiy kengash a'zosi. Jami 200 ga yaqin ilmiy ishi e'lon qilindi. Shulardan 7 tasi darslik, 9 ta o'quv qo'llanma, 3 tasi monografiya va ilmiy maqola hamda o'quv uslubiy ishlardir. Umuman olganda, tilshunos olim sifatida tilshunoslikning dolzarb masalalarga befarq qaramaydi. U zamon bilan hamnafas yurishga intiladi. Bugungi kun talablarini bilib, orqada qolmaslikka harakat qiladi. Undagi bu fazilatlarni sezib bilganimiz uchun o'zbek tili va bu bilan bog'liq mavzularda o'zimizni qiziqtirgan savollarni berib, olim odamning fikrini bilgimiz keldi. Hozirgi kunda o'sha sun'iy intellektni o'zbekchalashtirish masalasi haqida gapirishyapti-da. Siz nima deysiz? Bu juda ham davrning eng muhim xususiyati. Kerak narsa. Mana men ko'p foydalanaman. Masalan, bizda mana bilasiz, tariximizda O'zbekxon degan xon bo'lgan. Savol beraman. Shu O'zbekxonning asl ismi nima? Beradi. Rus tilida beryapti shuni. Nega o'zbek tilida mumkin emas? Hozir nima ko'p? Axborot ko'p. Uni muayyan darajada esdan chiqadi, darrov esiga kela qolmaydi. Mana telefondan oladida esdan chiqqan paytda shartta sun'iy intellektdan foydalanib
talabalarga bemalol dars berish imkoniyati bo'ladi. Hozir harakat bo'lyaptimi o'zi? Va juda qattiq harakat. Ko'p eshitamiz, ko'p gapirildida. Ko'chalardagi o'sha reklamalar, yozuvlar masalalari, bu masalalarda siz mutaxassis bo'yicha yaxshi bilasiz, kuzatasiz. O'zgarish bo'lyaptimi o'zi? Bu masalani muhokama qilayotganimizga bir 30-35 yillar bo'ldi. Lekin men rivojlanishni sezmayapman. O'zgarish yo'q deyapti. Deyarli yo'q o'zgarish. Chunki biz hozir tashqaridan axborotlarni juda ko'p olishni istayapmiz. Ana shu tashqari axborotlarni ko'p olish uchun u yoqdan kelib tushadigan axborotlarni aks ettiradigan so'zlar bilan boringki do'konlarning nomini, tashkilotlarning nomini, boshqalarni yozishga qiziqish katta. Ikkinchidan, o'zining tilini hurmat qilish kerak. O'z tilini sevish kerak. O'z xalqini sevish kerak. Vatanini sevish kerak. Prezidentimiz asta-sekin har bir aholi toifasini hurmatini joyiga qo'yapti. Mana biz professorlar maktab o'qituvchisi bilan deyarli bir xilda haq olardik. Boshqa respublikalarga, konferensiyalarga borganimizda bizni mensitishmas edi. Sizlar kimsizlar? Biz hurmatimizni moddiy jihatdan joyiga qo'yilmagan edik. Hozir borsak juda katta bir hurmat bilan kutib olinamiz. Rahmat, minnatdormiz biz. Demak, davlatning e'tibori dunyoni e'tiboriga sabab bo'layotganda. Albatta, baravar xizmat qiladi. Samxon Ashirboyevni har qanday holatda ham insonni tinglay olish qobiliyatlari juda ta'kidlanadigan u xislat hisoblanadi. Bundan 1 yil oldin maktablarga metodik tavsiyalar uchun borganimizda bir o'qituvchi shoshib keldida ustozga birdan rahmat aytishni boshladi. Bir gal avtobusga ketayotgan vaqtingizda bir talaba qizni sumkasini o'g'irlab ketishibdi. Konduktor avtobusdan tushirib yuborsa, siz ham qo'shilib tushibsiz. Men pulingni beraman, taksi bilan yetib olgin deb o'sha qizni mashinaga chiqarib yuborgan ekanlar. Shu qiz shu biz borgan maktabda ishlaydigan ayolni farzandi ekan. Keyingi paytda mana alifbolar to'g'risida ham har xil fikrlar bo'lyapti. Bu haqda nima deysiz? To'xtashimiz kerak. Hozirgi bizning lotindagi alifbomiz turkiy dunyoning alifbosiga deyarli mos. Alifboni o'zgartirish tarafdori emasman. Mukammallashtirish imloni bo'lishi kerak. Masalan, ketdi deysiz. Oddiy narsa. Nima uchun ketdi deb ikkita tini aytasiz, ketdi deb yozasiz. Nima uchun? Men hozir bir shogirdimga shu mavzuni berdim. Imloni talaffuzga moslashtirish masalasi maktabdan boshlash kerak deb. Bugun texnik asrda yashayapmiz. Kompyuter bilan ishlaymiz. Ba'zi bir ustozlarni ko'raman, bizni davrimizda kompyuter bo'lmagan va bunda men ishlolmayman deb doim shogirdlarni yoki qo'l ostidagi ishchilarni taklif qilib ular bilan birgalikda ishlashadi. Ammo bizning ustozimiz esa buni ham yaxshi o'zlashtirib olganlar. Scopus maqolalar haqida yoki dunyodagi o'sha ilm bilan bog'liq elektron manbalar haqida biz ustozdan so'raymiz. Ustozni qo'lda dastlab ishlagan paytlarimda to'yim bo'lgan. Ana o'shanda Qashqadaryoga ketganimda ularning qo'lida endi ishga kirgan bo'lishimga qaramasdan ustoz ataylab menga bir enlik o'zlarini bir ijodkorona tabriklarini jo'natganlarki, buni o'qiganimda otamdan mukofot olgandek xursand bo'lib ketganman. Bir-biringizga doim aka-ukadek, opa-singildek bo'ling. Ukangiz himoya qilyapti, yonida turing deb bizga shunaqa tarbiya beradilarki, boshqa kafedradagilar ko'rganda sizlar buncha jamoat chiroyli, buncha birikib ishlaysizlar deb havas qilishadi. Professor Samxon Ashirboyev yurtimizdagi minglab ilm shaydolaridan biri. Shu bilan birga u avvalo pedagog. O'qituvchilik faoliyati haqida gap ketganda shuni aytishimiz lozimki, uni shogirdlari juda yaxshi ko'rishadi. Bunday deyishimizga sabab ustoz haqida gapirish istagida bo'lgan shogirdlari shunchalik ko'p bo'ldiki, oxiri yetarli ustozingiz haqida yaxshi bilib oldik deyishgacha bordik. Professor Ashirboyevdagi salobat, tartib, intizom, mehr, bag'rikenglik kabi fazilatlar bilan uyg'unlikda ajoyib ko'rinish namoyon etishiga guvoh bo'ldik. Tartib, intizomga, ozodalikka, saranjon sarishtalikka rosa amal qiladigan odam ekanligingizni sezdim. Butun men talabalarimdan tartib, intizomni talab qilganman. Shuning uchun ba'zilari hozir kelib aytsa, domla sizdan qo'rqardik. Sizdan boshqasi biz bilan ishi yo'q edi deydi. Siz
kiyinishimiz, oshxonalarda ovqat yeb o'tirsak, ba'zi bir harakatlarimiz shulargacha tanbeh berardingiz deydi. Bunaqa odamlar hammaga ham yoqolmaydi-da, ba'zan yomon ko'rishlarini ham sezasizmi? Aytishadi o'sha paytda yomon ko'radi. Mana, ha, o'sha paytda yoqtirmaganlar kelib hozir aytadi. "Siz ham haddan tashqari talabchan edingiz" degan gaplarni qiladi. Lekin biz xursandmizki sizdan ta'lim olganimizga deb ketishadi. Bu o'ziga yaxshi bo'lganda. Katta gapdir. Men xursand bo'laman shundan. Shundan men yashayman. Biz o'qigan davrda koridorda ustozni ko'rsak, xonalariga kirib ketardik, hattoki salom berishga ham ozgina hayiqar. Ustozni shunaqa salobati, susti bor edi. Lekin keyinchalik mana ustozga shogird bo'lishga musharraf bo'ldik. Chunki domla o'zini dars berish jarayonida baribir o'ziga mehr uyg'otganda, o'zini darsini bilimdoni, fanini bilimdoni sifatida. Ustozimiz mana Xudo xohlasa bu yili 80 yoshni qarshilaydilar. Shunday bo'lishiga qaramasdan mana jamoamizda ko'ryapsiz, hammasi yoshlar. Nevaralari tengi, hamkasblar. Lekin domla kafedrani shunday ustalik bilan boshqaradiki, do'stona, xuddi tengdoshlardek munosabat. Quvontiradigan ishlar anchagina. O'zimning oilam misolida buni aytaman. Nevaram 5 ta sertifikat bilan Toshkent tibbiyot institutiga kirdi. Bu degan so'z o'qishga kiruvchilarga yaratilayotgan turli darajadagi imkoniyatlarni bizni davlatimiz yaratib beryapti. Bu albatta quvonarli. Mana bu yildan boshlab yana yangi bir tizim o'rnatildi. Byudjetga kirganlar kontraktga o'tib qolishi mumkin, kontraktga kirganlar byudjetga o'tib qolishi mumkin. Nimaning natijasiga ko'ra? Bilimining natijasiga ko'ra. Bu ijobiy hodisa deb qarayman. Bizning ustozimiz har doim shogirdlarga, tadqiqotchilarga erkin yo'l qo'yib berishadi. Mavzu berilgan, o'sha mavzu atrofida bemalol iqtidori yetgancha o'zini fikricha doim to'g'ri yo'lga solib kelgan ustoz bo'ladilar. Men mana shu jihatlarini nihoyatda hurmat qilaman. Domla bilan biz hamkorlikda eski o'zbek tili va yozuv praktikumini chiqarganmiz. Masalan, biz yoshlik qilib eski o'zbek tili va yozuvida hozirgi o'zbek tilidan misollar yozganimizda ustoz o'tkazib ko'proq til tarixiga burish kerak, til tarixidan misollar berish kerak deganlarda biz uni to'g'ri qabul qilganmiz va shu kitobni yaratishga harakat qilganmiz. Ko'rsatuvimiz qahramoni tilshunos olim, mohir pedagog Samuxon Ashirboyev ko'p qirrali inson. U matbuotda turli maqolalari bilan chiqishlar qiladi. U tadbirlarda faol ishtirok etadi. U kuy chaladi, u qo'shiq aytadi. San'atga qiziqishim maktabga bormasimdan oldin boshlangan. Lekin mening otam musiqada bilan shug'ullanishim shu paytdan qarshi edi. Lekin Toshkentga bir akamni to'yiga xarajatga kelganda menga dutor olib bergan. Hali maktabga bormaganman. Qarshi bo'lgan-u, lekin meni qiziqishimni hurmat qilardi otam rahmatliga. Maktabda 5-sinfda juda avjiga chiqqanman. Ma'murjon Uzoqov ashula aytganda undan baravar aytardim, radioni baqirtirib qo'yib. Ana shu davrda menga maslahatchi bo'ladigan odam bo'lmagan, men ovozimni yo'qotganman. Oliy o'quv yurtida domla bo'lib qolgandan keyin sun'iy ravishda musiqani unutishga harakat qildim. 45 yil shug'ullanmadim. Pedagogika jurnalida bosh muharrir o'rinbosari ishlardim. Mana bu shogird maqola olib kelib qoldi, maqom silsilasi to'g'risida. Dabdala qilib tahrir qildim. Norozi bo'lib olib ketdi u, qo'liga ushlab. Uyiga borib o'qib, qayta ko'chirgandan keyin ilmiy maqola tarziga kelganini ko'ribdi, xursand bo'lib ketdim. Rahbarimni topdim, ilmiy rahbarimni deb. Keyin topishib oldingiz shogird bilan. Ha, bu o'g'lim qatori hozir. Milliy maqom asarlari asosida bo'lajak musiqa o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish degan mavzuda himoya qilgan dissertatsiyamga rahbarlik qilganlar. Har yil bir marta mana shu universitetda ham o'tkaziladigan nazm va navo kechasini katta mas'uliyatini o'zlari zimmalariga olib boshidan oxirigacha o'tkazadilar. Bu tadbirlarda o'nlab maqom asarlarini ijro qiladilar. Yaqinda men Nasrulloyni o'rganmoqchiman dedilar-da. Keyin men hayron qoldim.
Nasrulloyni bu yoshda o'rganishni o'zi katta matonatda, u og'ir. Keyin mana sentyabr oyida bir suhbatimizda aytdilarki, men Nasrulloyni o'rgandim dedilar. Keyin menga Daromad, Miyonxat, Dunasr, Avj, Zebo parilarini ham kuylab bersalar qotib qoldim. Bilasizmi, bu insonni hayratga soladi-da. Bu yoshda u ancha salomatligini olib qo'yadigan va men ustozi shogirdlari sifatida o'zi ustozi tanlashimni o'zini hayotimdagi eng to'g'ri tanlov deb hisoblayman. Mana shu bola yo'liqqandan keyin musiqa bilan qattiq shug'ullanib ketdik. 30 ga yaqin shular bilardim. Shularni hammasini qaytadan ishga soldik. Hozirgi kunda endi maqomga qiziqadigan inson bo'lib qoldi. Ustozimiz so'nggi yillarda bir necha marta nazm va navo kechalarini uyushtirganlar. Ularning ovozlari, Navoiy, Boburni qalban his etib bu qo'shiqlarni, maqomlarni kuylashlari hammamizni hayratga soladi. Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Bu xalq naqli. Olimning oilasi va oilaga munosabati orqali ham bu ikki sifatni ko'rib bilib olsa bo'ladi. Demak, suhbatdoshimizning xonadoni va u yerdagi tartib qoida qanday? Birgalikda tanishamiz. Biz juda qattiq hazil qilib yashaymiz. Bu darajada o'zaro munosabatda bo'lgan oilalarni men bilmayman. Mana nevaralarim bilan haliga ba'zan kurashganday bo'lib so'rashaman. Ular ham o'rganib qolgan. Umuman bizning oilamizga havas qilishadi. Tarbiya masalasida asosan bizda onamiz shug'ullanganda, lekin adamizni nazorat qilib turganlar baribir. Ularda bitta xususiyatni yaxshi ko'raman. Bu o'zim ham masalan maktabda shu xususiyatni qo'llayman. Shu bir qarashi o'zi yetarli bo'ladi. Katta o'g'limni ham uylantirganman, nevara kelin ko'rganlar bo'ladi. Aytdim, bu masalada dodinglar bilan gaplashinglar deyman. Yo'l-yo'rg'am ko'rsatib turadi haligacha. Undan keyin har shanba mana shu hovliga 4 ta aka bolalar hammamiz yig'ilamiz. O burchada qozon osilib, haligi qozon ustida osh qilinadi. Menga mahallada havas qilishadi. Metroga chiqib 1,5 kilometr. Har kuni piyoda boraman. U yerda tushadigan bekatimizda 1,5 kilometr yurib kelaman. Piyoda yurish bo'yicha menga Kabdarada ham hech kim yetolmaydi, xonadonda ham hech kim yetolmaydi. Men ko'p yuraman piyodani. Men Allohga shukr, shuning uchun ham ba'zi kasalliklarni tez yengaman. 80 yoshini qoralab, sochlariga oq oralab, yoshlardan qolishmay fikrlab, texnikani titkilab, kunlik axborotlarni saralab, bilimlarni egallab, jismoniy harakat va aqliy mehnatni maromida olib borib havas uyg'otgan olim odamning umr yo'ldoshi Rizqi ona ham unga o'xshab tetik, bardam, baquvvatki, beixtiyor o'xshatmasdan uchratmas iborasini eslaysiz. Ayolim o'zi bittagina. Deyarli tengdoshmiz. Bir-birimizga nisbatan aql o'rgatishlar bo'lgan emas. Mana kelinlarim qaynonasini agar lozim bo'lsa 2 yelkamizda ko'tarib yuramiz deydi. Kelinlarim aytadi. Qaysi bir kelin qaynonasi haqida shunaqa gaplarni gapiradi. 69-yil oila qurganmiz. Ko'rishib bir-birimizni ko'rsatishdi. Shu bilan ma'qul deb to'y bo'ldi, keyin farzandlik bo'ldik. 4 ta o'g'il farzandimiz bor. Xo'jayinim hamma vaqt mana shu ishdalar. Xonim nima qildingiz deb keladi. Mana ovqat tayyor deymiz. Etbetga boradigan bo'lsak, borib kelamiz. Bolalarga darslarini qildimi, ishdan kelib mendan so'rardi. Ha, qildi. Bozor o'chari ham domla hech bozor o'charga ham bormaganlar. Bolalarga keragini olib ber, olib kel, kiyinsin. Bolalarga ham o'zingga qara, ayolingni yaxshi hurmat qilgin. Bolalaringga ibrat bo'laring, ko'cha-ko'yda yurmalaring, hammang ish bilan band bo'lgin deb o'rgatadilar. Bu paytda oila a'zolari ishda, o'qishda.
lekin shuning o'zi ham xonadondagi vaziyat to'g'risida tasavvur bera oladi. Ota-onaning bir-biriga o'zaro hurmati farzandlarning bir-biriga mehr-oqibatli bo'lishiga olib keladi. Samaxon akaning ilmsevar bo'lish bilan birga oilaparvar ekanligi bu o'rinda qo'l keladi. Umr yo'ldoshining kamtarlik, mehnatkashlik, jonkuyarlik fazilatlari oila ustunining mustahkamligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Sharqona madaniyat, o'zbekona odatlar bu xonadonni yanada go'zal ko'rsatadi.